Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Andijon davlat pedagogika instituti talabalari hamda o'qituvchilari birgalikda biz hozirda qaysi kitobni o'qimoqdasiz, mutolaa qilmoqdasiz mavzusi doirasida kichkinagina tadbir o'tkazmoqdamiz. Bu tadbirda o'sha talabalar, ya'ni kanalimiz a'zolari hamda shular birgalikda o'zi o'qiyotgan kitoblarni mutolaa qilib berishadi hamda bularni yozib qoldirishlari ham mumkin. Qani biz ketdik. Hozirda siz qaysi kitobni o'qiyapsiz? Men hozirda Psixologiya menda degan nomli kitobni o'qiyapman. Sababi hozirda psixologiya tarafdan bizda juda amaliy inson bir-birini tushunish uchun, xulq va asabini har taraflama bilish uchun yoki yonimdagi atrofdagilarni ham har taraflama yaxshi tushunishda, yaxshi bilishda va undan tashqari bilimlarimni yanada mustahkamlashimda va o'zimga to'g'ri yondasha olishimda eng yaxshi kitoblardan biri bo'la oldi. Hozirda siz qaysi kitobni o'qiyapsiz? Xo'p, ayni paytda men Pirimqul Qodirovni Avlodlar davoni yoki yana bitta nomi Humoyun va Akbar romanini o'qiyapman. Chunki Pirimqul Qodirovning birinchi romani o'sha Yulduzli tunlar Zahiriddin Boburning hayoti va faoliyati haqida yozilgan edi va aynan bu kitobda mantiqiy davomi sifatida Pirimqul Qodirov Avlodlar davonini yozgan, ya'ni o'sha Humoyun va Akbar romanini. Ayni paytda ushbu roman ichida ham ikki qismdan iborat, ya'ni birinchisi Humoyunning hayoti va faoliyati, o'limigacha bo'lgan davri va mana endi u bosqichni tugatib, ayni paytda mana Akbarning yosh qolishi va o'sha otanisini singari, hattoki bobosini singari, Bobur singari yosh bo'lib davlat hokimiyatini boshqarishi aks ettirilgan. Barcha kitobxonlarga ushbu romanni o'qishni tavsiya qilaman. Nima uchun? Chunki insonning hayotida har xil kunlar, har xil voqealar, har xil sinovlar bo'ladi va mana bu kitoblarni o'qish orqali esa inson o'sha oldidagi qiyinchiliklar, muammolar faqatgina o'zining hayotida emas, hatto shohlarning, hukmdorlarning hayotida ham shunaqa qiyinchiliklar borligini va kelajakda o'zining hayotida shu narsaga moslashishini, undan tashqari muammoli vaziyatlarda inson sabr qilishi, shu bilan birgalikda mulohaza bilan ish tutishi, o'sha qiyin kunlarda ham o'zini yo'qotib qo'ymasligi aks ettirilgan. Barcha kitobxonlarga shu kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Hozirda siz qaysi kitobni o'qiyapsiz? Men shu kungacha juda ham ko'plab kitoblarni o'qiganman. Hozirda sevib o'qigan dostonim asosan Xalq og'zaki ijodi, Alpomish dostoni. Bu doston boshqa dostonlardan tarixiyligi, qadimiyligi bilan ajralib turadi. Bu doston asosan Fayzi Baxshulla tomonidan ijro etilgan. Men dostondan olgan asosiy xulosam shuki, bunda Oybarchinning sadoqatliligi, Alpomishning jonkuyar, fidoyiligi, mard inson ekanligi menda juda ham katta taassurot uyg'otdi. Sizlarga ham o'qishni tavsiya qilaman. To'g'ay Murodning Otamdan qolgan daralar kitobida turli xil insonlarning hayotiy voqealari. U ham albatta u kitob ham hayotdan olib yozilgan. Bo'libam paxta paytidagi, paxta fronti deb aytilgan. Nimaga paxta fronti deyilganda, ana shu paxta paytidagi haligi paxta terimi ham xuddi frontga o'xshagan. Unda bir qancha odamlar ham o'lib ketgan. Bunga misol qilib ana shu Dehqonqulning do'sti Ziyodni aytsak bo'ladi. U bir kun o'sha kam paxta terganligi uchun uni paxta dalasiga chiqarib yuborishadi va u samolyotda dori quyishayotganda, shu sepishayotganda u ana shu paxta zorni orasida uxlab qolib vafot etadi va bu haligi kitobdagi men o'qigan joyimdagi eng ayanchli va ko'zga yosh keltiradigan voqea va holat. Bu kitobni sizlarni o'qishinglarni ham tavsiya etaman. Juda ham zo'r kitob. Hozirda siz qaysi kitobni o'qiyapsiz? Men hozirda O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asarini o'qiyapman. Bu asarda asosan O'tkir Hoshimovning
onasiga bag'ishlangan kitob. Asosan onasi haqida bo'lgan voqealar bayon etilgan. Hozir siz qaysi kitobni o'qiyapsiz? Men hozirda Dostoyevskiy, Fyodor Dostoyevskiyning Oydin tillar romanini o'qiyapman. Oydin tillar romanida sevgi, muhabbatga, yolg'izlikka, o'tinchga, har xil tuyg'ularga berilgan holda tasvirlab berilgan Nastinkaning hayoti bilan bir notanish yigitning hayoti haqida keltirib bergan. Men o'zimni tengdoshlarimga va yoshlarga romanni tavsiya qilaman, chunki degan joyiga anavi insonlar ko'pincha hissiz bo'lib ketayotgan paytda hissiyotlarni uyg'otib beradigan kitob sifatida tanladim men.